Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Omadlaringiz bizga go'yo. Aytganingiz keldi. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yoshingiz nechida edi? 60. Qancha bo'lgan? Sahr bo'lgan? 6 yil. 6 yil bo'lgan. Nimadan keyin bo'ldi? Ben birdan keyin o'zim bir o'zida 2 kilo edim og'irligimda. Birdan ozib ketdim. Ozib ketdingiz. Keyin dalaga chiqish ko'payib qoldi. Bordingiz doktorga. So'ng analiz topshirdim 26, 21. Shundan keyin lechini olib yurdim. Faqat shu choyni ichishni boshladingizmi yo undan oldin dori ichganmisiz? Dori ichib banzaga olib chiqdim. Dori ichib banzaga yotgansiz a? Choyni qayerda ko'rib qoldingiz? Shuni telefondan ko'rib bir marta o'zi 2-3 yil bo'ldi. 3-marta oldimda. Shu ichgandan keyin xuddi yengil his qilgan edim. Birinchi ichganingizda qanaqa o'zgarish bo'lgan? Birinchi ichgan oyoqlarim og'ridi, og'riq qoldi. Oyoqlaringiz qoldi. Tik uyushib qolganday bo'lgan. Gangrenali bo'lmaganmi? Yo'q. Oyoqlaringizda bunaqa holat yo'q. Boshida mahsulotni olib ichishingizdan oldin ishonchsizlik bo'lganmi? Ha, birinchi xuddi ko'p keyin bunaqa o'zingiz tushuning. Internetda kimdir chiqarib yuboradilar. Ishonmasdim. Ne ko'p o'qib, so'ng bir marta to'xtab ham ichib ko'ray deb telefon bilan telefonlashib keluvdi. Birinchi partiya kelganda ichi 5 pachka keluvdi men. Shuni ichganimda sekin o'zim yaxshi his qilganga yana narxganda yana zakaz qildim. Hozir dori ichasizmi? Yo'q, sahrga dori ichmayman. Dori ichmaysiz keling. Dori ichmaysiz, dietachi. Dieta endi xomroqot yemayman, shirinlik yemayman. Ovqatlandingizmi hozir? Hozir ovqatlandim. Hozir baland kursda hozir. Holatlaringiz qanaqa o'zingizda mana? Men o'zim yaxshi his qilaman. Ichganingizda. Yaxshi. Hozir ovqatlandingiz? Aroq ichgandim. Yo'q, men o'zim ko'proq ichmayman. Hozir ovqatlangan paytingizda sahringiz 5.3. Yaxshi chiqdi. Zo'r chiqdi. Men ham o'zim yaxshi his qilyapman. Shuning uchun o'zim xajakamman, shuni pastdan aytaman. Majburlab ichirtiryapman unga ham. Hozir ham ichasiz, a? Ha, men o'zim kelinlar o'zi o'rganib qolgan, xudoga shukr. Damla berishadi. Qizim yo'q, 4 ta kelinim bor. Yo'q. Hammasi qizim hisobida. Shu damlab qo'yishadi shunaqani ustiga. Yurgan yo'q, o'tsam bir pala ichib, yo'q o'tsam ichib, vaqtincha ichmayman. Kechqurungacha dietalar ham qilmaysiz, a? Yo'q, boshqa qanday aytdim hozir yo'qli ovqat, misol uchun qanday xamir ovqat yemayman. Mana xuddi sizga o'xshab boshida ishonmayotgan odamlarga nima deya olasiz mahsulot to'g'risida? Endi qanday inson o'zining sog'ligini o'ylayman desaga, birovning gapiga quloq osmash kerak. Ko'p odam kim narsa deydi. Odam faqat o'ziga ishonib olish kerak. Xudodan hammasi. Bu siz bilan mendan hech narsa emas. Birinchi sahr deb aytishganda doktor qanaqa holatga tushgansiz o'zingiz? Yo'q, menda bilasizmi qanday? Mana shunday ekanki, men o'tim ham yo'q. Ko'p og'ir o'tim yorilganman. 1 sutka operatsiya qilgan. 10 soat operatsiya qilganman. Yuragingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Yaxshi. O't yo'q, ko'rchak yo'q. Ha, ko'p o'tkazgan ekansiz, unaqa holatlarda. Ha. Siz reklamaman xohlasam, sizlarga intervyu beraman-da. Xohlasam menga masalan telefon qilganingizda vaqtim yo'q, men yo'q deyish mumkin-ku masalan. To'g'ri. Shundan bir narsa foyda ko'rmagan bo'lsam, sizlarni yo'ldan qaytarib yuborish mumkin. Nega gapirdam, zo'rjin operatsiyalar nima deb gapirish mumkin-da. Menga buni 1 oy oldin telefonda aytishdi, shunday borsangiz qarshi emasmisiz deb ma'lumot kelaverib uyimga dedim. Natijasi haqiqatdan bor, mahsulotdan rozisiz. Xudoga shukr. Men ovqatlangan paytingizda 5.3 chiqdi sahringiz. Zo'r degani. Xudo xolasa yana ichda davom etsa, sekin-sekin sahrdan chiqib ketasiz. Ya xudoga shukr. Men shuni ham tavsiya beraman hammaga. Shunday ichib men davo topdim, ishinglar debda. Endi bir marta, 2 martada bilinmaydi-da bu narsa. Keyin bir haftadan bilinmaydi bu. Sizga qanchalik ta'sir qilgan? Men xuddi choyda ichaverdim-da. Bo'lsa bo'pti endi olingan xuddi eskilardagi. Men sen olgandan keyin pulmaganga sog'inmasa ham yeysan deb. Shuni ichaverdim. Sen o'zim qarasam sekin-sekin yaxshilashni boshladi. Qanchada dorini tashlab yubordingiz? Qanchada doridan chiqib ketdingiz choy ichishni boshlaganingizda? Men sen chiqqanda men o'zim dori ichishni yomon ko'raman. Davlenim bor. Mana davlen baland yuradi. Men davlenni ham dorini har kun iching doktor, men qachon boshim og'risa davlen ichaman, boshqa ichmayman. Sahrga ichmaysiz hozir? Yo'q, sahrga dori. Faqat shu choyni ichib, choy ichaman, shu dieta deb aytdim-ku, hozir xamir ovqat, shirinlik, pirinlik.
Yeymaysiz. Yemayman. O'zingizga qarab yurarkansiz-da. Endi hayot bolalar huzurini ko'rish uchun nima qiladi? Intilasizlar. Mahsulot natija ko'rgan bo'lsangiz, mahsulotdan rozi bo'lsangiz xursandmiz. Ha, Xudo xolasa keyingi safar kelishlarimizda sahringiz betingizdan chiqib ketgan holatni ko'rish nasib qilsin. O'zlaringga buyur. Aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham katta.